Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va talabalar. Bugungi videorolikimiz funksiyaning xoslasiga bag'ishlaymiz. Bizga birorta oralikda fx funksiya berilgan bo'lsin. x nuqtani atrofida aniqlagan bo'lishi bizga yetarli. X nuqtani olamiz. Bu nuqtani atrofida funksiya aniqlangan bo'lsin. Keling, funksiya grafiki sal tezroq bo'lsin mana. Yirikning fx funksiya. Bu y o'qi, bu yoqda ax o'qi. Demak, f funksiyamiz x nuqtaning biron atrofida aniqlangan funksiya bo'lsin. X nuqtaga yaqinroq biror nuqta olamiz. Masalan, bu nuqtadan bu nuqtagacha farqi delta x ga teng bo'lsin. Demak, x0 plus delta x degan nuqta oldik. x0 nuqtadagi funksiyaning qiymati mana fx0 bo'lsin. fx0 x0 plus delta x degan nuqtadagi qiymati fx0 plus delta x bo'lsin. F mana x0 plus delta x. Xo'p, mana bu nuqta bilan bu nuqta orasidagi farqni delta f x0 bilan belgilashga kiritamiz. Demak, delta fx0 bu teng ekan f x0 plus delta x minus fx0. Bu ayirmaga funksiyani x0 nuqtadagi orttirmasi deyiladi. Demak, bu x0 nuqtadagi funksiya orttirmasi. Funksiya orttirmasi. Demak, bu agar bu yoqdan soladigan bo'lsak, mana bu kesmani uzunligi, masalan buni raqam berishni kiritaylik. Buni a bilan belgilayman. Bu nuqta b bo'lsin. B nuqtani demak mana bu kesmalik proyeksiyasi c bo'lsin. AC kesmani uzunligi demak delta fx0 ga teng. Xo'p, BC kesmani uzunligi delta x ga teng. Endi AC ni BC ga nisbatan topamiz. Shunda bizga mana bunday kichkina to'g'ri burchak uchay nuqta bo'ladi. Agar mana bu alfa degan bo'lsak, mana shu burchak tangens topgan bo'lamiz. Demak, tangens alfa bu teng bo'ladi AC taqsim BC ga. Yoki buni mana bunday yozishimiz mumkin. Delta fx0 taqsim delta x0. Delta x ning o'zi. Bu ham teng yoki hop f x0 plus delta x minus fx0 bo'lingan delta x. Mana bunday munosabatga ega bo'lamiz. Mana endi taqsim bersak bo'ladi. Demak, funksiyaning xoslasi biz quyidagi limitga yetamiz. Agar limit delta x0 ga intilganda f x0 plus delta x minus f x0 taqsim delta x. Agar quyidagi limit mavjud chekli bo'lsa, bu limitga fx funksiyani x0 nuqtadagi xoslasi deyiladi. Demak, bu xosla mana shu limit orqali aniqlanadi. Mana endi bir nechta funksiyani xoslalarini bu ta'rif yordamida hisoblab ko'ramiz. Masalan, oson misoldan boshlaymiz. fx teng bo'lsin x kvadrat plus 3x. Mana shu funksiyadan ta'rif yordamida xoslarni olib ko'raylik. Avval funksiyaning orttirmasini topib olishimiz kerak. Delta fx ni. Bu teng bo'ladi f x plus delta x minus fx. Funksiya orttirmasini hisoblaymiz. Hop, bu yoqda demak x o'rniga x plus delta x qo'ysak, x plus delta x ning kvadrati plus 3 ta x plus delta x minus fx da yashirishimiz kerak qiyomatini. X kub x kvadrat minus 3x edi. X kub emas. Endi qaraymiz. Buni ayirishimiz kerak. Kvadratlar ayirmasi formasidan foydalansak, quyidagi tenglik hosil bo'ladi. Birinchi ayiramiz, ayirsak delta x qoladi. Keyin qo'shamiz. Qo'shsak ikkita x plus delta x qoladi. Bundan buni ayirsak, x yo'qolsa plus 3 ta delta x qolar ekan.
Demak, funksiya o'ttirmasi shunga teng. Endi funksiya o'ttirmasini argument o'ttirmasiga nisbatini topamiz. Limit delta x intilgandan 0 ga delta fx taqsim delta x bu teng bo'lar ekan. Mana bu ifodani delta x ga bo'lishimiz kerak. Delta x ga bo'lib yozgan bo'lsak, limit delta x intilgandan 0 ga bu yoqda delta x qisqaradi, ikkita x plus delta x qoladi. Bu yoqda delta x qisqarsa plus 3 qoladi. Agar delta x 0 ga intilib ketsa, mana bu ifoda ham bizga 0 ga intilib ketadi. X va 3 delta x ga bog'liq bo'lgani uchun javob ikkita x plus 3 chiqar ekan. Demak, x kvadrat plus 3 ta x funksiyaning hosilasi tarif yordamida hisoblaganda ikkita x plus 3 chiqar ekan. Ana endi sal qiyroq misollarni ko'ramiz. Masalan, y teng bo'lsin x ko'paygan sinus x funksiyani hosilasini tarif yordamida topish kerak bo'lsin. X ko'paygan sinus x funksiyani hosilasini hisoblaymiz. Bu demakki limit delta x intilgandan 0 ga funksiya o'ttirmasini topsak, avval x plus delta x sinus x plus delta x minus x ko'paygan sinus x bo'lingan delta x limitni topishimiz kerak bo'ladi. Bu limitni hisoblash uchun konstantni suratiga quyidagi ifodani qo'shib ayirib boramiz. Limit delta x intilgandan 0 ga x plus delta x sinus x plus delta x. Bunga demak mana bu ifodani ayirib boraman. X ko'paygan sinus x plus delta x. Buni ayirdim, keyin shu ifodani qo'shamiz. Qo'shilgan x sinus x plus delta x minus x sinus x qoladi. Natijasini delta x ga bo'lamiz. Ana endi bu ayirmani gruppalaymiz. Mana buni alohida bitta gruppa qilamiz, ikkinchi ayirmani alohida gruppa qilamiz. Birinchi, demak, ayirmadan sinus x plus delta x ni chiqarib yuboramiz. Sinus x plus delta x ni chiqarib yubordik. Keyin x plus delta x chiqarsak, bu ifodadan bu ifodani ayirishni to'g'ri keladi. Bu ikkalasini ayirib olsak, delta x qoladi. Delta x x ga bo'lsak, bu 1 o'z qoladi. Endi ikkinchi kasrga qaraymiz. Alhamdulillah. Ikkinchi kasrdan x ni chiqarib yuboramiz. X ni chiqarib yuborsak, suratda qolar ekan sinus x qo'shilgan delta x minus sinus x bo'lingan delta x qoladi. Endi mana bu sinuslar ayirmasini ko'paytirmaga o'tkazib olamiz. Bu ham teng bo'lar ekan limit delta x intilgandan 0 ga sinus x qo'shilgan delta x plus x ko'paygan ko'paytmaga o'tkazsak, demak ikkita sinus delta x taqsim 2 ko'paygan kosinus qo'shib 2 bo'lishimiz kerak. X plus delta x taqsim 2 qolar ekan. Bo'lingan delta x. Buni ajoyib limitni keltirishimiz uchun mana bu ifoda delta x taqsim 2. Demak, maxrajni delta x taqsim 2 ga keltirishimiz kerak. U uchun maxrajni 2 ga bo'lib 2 ga ko'paytiramiz. Shunda mana bu ifoda ajoyib limitni beradi. Bu ajoyib limitga ko'ra 1 ga intiladi. Ana endi limitni o'tamiz. Delta x 0 ga intilganda mana bu delta x ifoda mana bu 0 ga intilib ketadi. Bu 1 ga intiladi. Delta x taqsim 2 mana ifodamizda. Bu ham 0 ga intiladi. Demak, bizga qolar ekan mana bu yoqdan sinus x qolar ekan plus x ko'paygan 2 lab qisqarib ketar ekan, bu 2 dan 2 qisqaradi. Mana bu 1 chiqadi qiymati, demak bu ifodaning qiymati cosinus x chiqqani uchun x ko'paygan cosinus x plus 0 dek x o'zi qolar ekan. X ko'paygan sinus x ning hosilasi tarif bo'yicha hisobladik. Demak, bu sinus x plus x cosinus x
chiqargan. Endi bir nechta funksiyani hosillarini hisoblash jadvalini keltirib o'taman. Birinchisi ko'rsatkichli funksiya. Birinchi sodda misoldan boshlaymiz. O'zgarmas funksiyaning hosilasi, demak konstantlar hosila bu har doim 0 ga teng. Ikkinchi muhim formula darajali funksiyadan hosila olsak, buni darajasi bittaga kamayadi. X darajasi alfa bis bo'lib qoladi. Uchinchi formula ko'rsatkichli funksiyadan hosila olsak, bu a darajasi x ko'paygan logaritm a chiqadi. Xususiy holda y darajasi x funksiyadan hosila olsak, bu funksiyaning hosilasi o'ziga teng. To'rtinchisi trigonometrik funksiyaning hosilarini ko'rib chiqamiz. Sinus x funksiyadan hosila olsak, bu cosinus x chiqadi. Cosinus x funksiyadan hosila olsak, bu minus sin x chiqadi. Tangens x funksiyadan hosila olsak, 1 taqsim cosinus kvadrat x chiqadi. Kotangens x funksiyadan hosila olsak, minus 1 taqsim sinus kvadrat x chiqadi. Beshinchisi logaritmik funksiyadan hosila olishni ko'ramiz. Logaritm a asosiga ko'ra x funksiyadan hosila olsak, 1 taqsim x ln a bo'ladi. Bu xususiy holda ln x funksiyadan hosila olsak, ln y 1 ga teng bo'lgani uchun buni hosilasi 1 taqsim x bo'ladi. Va oltinchisi teskari trigonometrik funksiyadan hosilarini ko'ramiz. Masalan, arc sin x dan hosila olsak, muhimlarni sizga keltirib o'taman. Bu 1 taqsim ilzosida 1 minus x kvadrat chiqadi. Agar arctangens x degan funksiyadan hosila olsak, bu teng 1 taqsim 1 plus x kvadrat chiqadi. Bu hosila jadvali edi. Bu jadvalni bilsak, masalan misol ishda ancha qo'l keladi. Endi hosila hisoblash jadvalini bilgandan keyin hosila hisoblash qoidalarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi qoida yig'inda yoki ayirmadan hosila olsak, masalan f plus j dan hosila olsak, bu har bittasidan hosila olib qo'shganimizga teng chiqadi. O'rtada ayirma bo'lsa, bu ayirma, bu limitni hosilasidan kelib chiqadi. Yoki bironta sonni ko'paytirsak, s ko'paygan f. Buni quyidagi yozishimiz mumkin. S ko'paygan f ni o'zidan hosila. Misol uchun x sinus x plus 3 ta cosinus x minus x kub. Funksiyadan hosila oladigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi mana? Birinchi qoidani qo'llab 3 ta yashatib olishimiz mumkin buni. X ta sinus x dan hosila plus 3 ta cosinus x dan hosila minus x kubdan hosila. Endi ikkinchisidan foydalanib, sonni demak tashqariga chiqarib yozib olishimiz mumkin. X ta sinus x ning hosilasi plus 3 ta cosinus x ning hosilasi x kubdan ham hosila olishimiz kerak. Bu yoqda qolib ketdi x kubdan hosila. Ikkinchi formulani adashmasam ikkinchi formula. Jadvaldan ikkinchi formulani qo'llasak, 3 ta x ning kvadrati chiqadi. Sinusdan hosila cosinus x chiqqan uchun x ta cosinus x, cosinus x dan hosila minus sinus x chiqqan uchun minus 3 ta sinus x minus 3 ta x kvadrat chiqargan. Endi ikkinchi muhim qoida ko'paytmadan hosilalar qanday bo'ladi? F ko'paygan j ko'paytmadan hosilalarni quyidagi olamiz. Birinchi f funksiyadan hosila olamiz j ni o'zi plus f funksiyani o'stiradi j funksiyani o'zidan hosila olamiz. Masalan, x kub ko'paygan sinus x funksiyadan hosila oladigan bo'lsak, birinchi x kub funksiyadan hosila olishimiz kerak. Sinus x joyda turadi. Plus keyin x kub funksiyani o'zi sinus x dan hosila olishimiz kerak. X kub funksiyadan hosila olsak, bu 3 ta x kvadrat chiqadi. Mana 3 ta x kvadrat sinus x plus sinus x funksiyadan hosila olsak, cosinus x chiqadi. Shuning uchun bu yoqda x kub cosinus x bo'ladi. Demak, x kub ko'paygan sinus x funksiyadan hosila 3 ta x kvadrat sinus x plus x kub cosinus x bo'lar ekan.
Keyingi 3-xoslamiz bo'linmadan xoslar qanday olinadi? U bo'lingan v. Har bitta muhim qoidalarni to'g'ri shaklga olib yozamiz. Bu birinchi muhim qoida, bu demak ikkinchi muhim qoida. Uchinchi muhim qoida bo'linmadan xoslar olish. F bo'lingan j yoki u bo'lingan v funksiyadan quyidagi xoslar olinadi. Bu qubaytmadan xoslasiga sal o'xshab ketadi surati. F xoslar j faqat o'rtada minus bilan bo'ladi. F j xoslar. Mahrajda esa j funksiyasining xoslasining kvadrati bo'ladi. Bu demak uchinchi muhim qoida. Bunga hozir misol keltiramiz. Misol uchun xo'p cosinus x taqsim x kvadrat degan funksiyadan xoslar olib ko'raylik. Bu funksiyadan xoslar olish avval cosinusdan xoslar olamiz. Cosinus x dan xoslar ko'paygan x kvadrat minus cosinus o'zi joyda turadi, ko'paygan x kvadratdan xoslar bo'lingan mahrajda j ni kvadrati. J ni kvadrat x kvadratning kvadrati bo'lsa, bu yoqda x ning kvadratining kvadrati demak x ning to'rtinchisi bo'ladi. Endi bu ifodadan soddalashtiramiz. Hozir bu yoqda joy yetmagani uchun mana bu yoqni ajratib, buni 1 deyman. 1 ni tepadan davom ettiramiz. 1 teng bo'lar ekan cosinus x dan hosil olsak minus sinus x ni. Minus sinus x ko'paygan x kvadrat minus keyingisi cosinus x x kvadratdan hosil 2x bo'ladi. X kvadratning kvadrati x ning to'rtinchisi bo'ladi. Endi suratini ham mahrajini ham bitta x qisqartirish mumkin. Keyin minus chiqarib yozamiz. Minus chiqarsak bu bitta x qisqartiramiz. X ko'paygan sinus x qoladi. Bu minus chiqarib yozamiz, so'ngra bu yoq plus bo'ladi. Bitta x qisqartgan uchun bu yoqda ikkita cosinus x qoladi. Mahrajda bitta x qisqargan uchun x kubni o'zi qolar ekan. Demak, cosinus x taqsim x kvadrat funksiyadan hosil olsak, minus x ko'paygan sinus x plus ikkita cosinus x bo'lingan x kub qolar ekan. Keyingi muhim qoida bu to'rtinchi bo'ladi. To'rtinchi muhim qoida murakkab funksiyadan hosil olishni o'rganamiz. Ya'ni murakkab funksiya degani funksiya ichida yana funksiya. F, j, x ko'rinishidagi funksiyadan qanday hosil olamiz? Shuni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi f funksiyadan hosil olib, uni argumentiga j x qo'yamiz. Keyin j funksiyadan hosil olishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun sinus ln x dan hosil oladigan bo'lsak, birinchi sinus funksiyadan hosil olishimiz kerak. Cosinus chiqadi. Faqat argumentiga ln x qo'yamiz, chunki buni argumentda ln x turibdi. Keyin ln x funksiyadan hosil olamiz. Ln x funksiyadan hosil 1 taqsim x edi. Demak, cosinus ln x ko'paygan 1 taqsim x chiqadi. Javob cosinus ln x taqsim x chiqar ekan. Va 5-chi qoidamiz quyidagi funksiyadan qanday hosil olamiz? Y teng bo'lsin f darajasi j ko'rinishidagi funksiyani qanday hosil olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bu ifodani ikkilar tomonidan logaritmlab yo'ramiz. Logaritm y bu teng bo'ladi logaritm f darajasi j. J ni logaritm xoslasidan ko'ra bu olib chiqish mumkin. J ko'paygan ln f qoladi. Endi quyidagi funksiyalarni ikkilar tomonidan hosil olamiz. Ln y dan hosillar bu teng j ko'paygan ln f dan hosillar. Mana bu tomonga murakkab funksiyaning xoslasi qo'yamiz. Birinchi logaritmni hosil oladigan bo'lsak, bundan kelib chiqadi 1 taqsim y qoladi, ko'paygan y funksiyadan hosil olishimiz kerak. Murakkab funksiya xoslasi ko'ra. Bu yerda ko'paytmani xoslasi qo'yamiz. J dan hosillar ln f plus j ni o'zi ln f dan hosil olishimiz kerak. Bu yerda ham yana bir marta murakkab funksiya xoslasini qo'llaymiz. Demak, ln f dan hosil olsak 1 taqsim f ko'paygan f ning xoslasi. Bizga yirik xosla kerak.
Shundan yirik xoslar topishim ikkita tomonni yirik ko'paytirib boraman. Shunda menga qoladi yirik xoslar yirik ko'paygan j xoslar ln f plus bu yoqda bor ekan j taqsim f ko'paygan f xoslar. Yoki bundan kelib chiqar ekan f darajasi j degan funksiyadan xoslar oladigan bo'lsak, f darajasi j bu yoqda j xoslar ln f plus j taqsim f ko'paygan f xoslar chiqar ekan. Shu o'rnida bitta misol ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Masalan, funksiya yirik teng x darajasi sin x bo'lsa, buni hosil olishni logaritmini olamiz avval. ln y bu teng bo'ladi. Birdan yozib ketaman, mana sinus x ko'paygan ln x chiqadi. Ikkala tomonini hosil olamiz. Bundan hosil olsak, mana yana o'sha gaplar, o'sha hisoblarni chiqarishimiz kerak. Yirik xoslar taqsim y qoladi. Bu yerda ko'paytma hosilasidan foydalanamiz. Sinusdan hosil olsak cosinus x bo'ladi. Ko'paygan ln x plus sinus o'zi joyida qoladi. ln x dan hosil olishimiz kerak. 1 taqsim x chiqadi. Yirik xoslarni o'zini topadigan bo'lsak, yirik xoslar ikki tomonni yirik ko'paytirishimiz kerak. Yirik bizga x darajasi sin x edi. Demak, bu yerda qolayotgan x darajasi sin x. Bu yerda cosinus x ko'paygan ln x plus sinus x taqsim x qolar ekan. 6-chi demak muhim qoidamiz. Quyidagi ko'paytmani hosil olishimiz kerak bo'lsin. Yirik teng masalan f1 darajasi 1 ko'paygan f2 darajasi 2 va hokazo fn darajasi jn. Mana bunday ko'paytmani qanday qilib hosil olamiz? Bu uchun demak ko'paytmani hosilasi va 5-hosiladan qo'llangan usullarni qo'llashimiz kerak. Logaritmlarga ko'ramiz. Logaritm yirik topsak, bu birdan hisobda qilib ketaman. Logaritm hosilasidan ko'paytmani yig'indiga o'tkazish mumkin va darajani logaritm oldiga tushirish mumkin. Shu ikkita hosilani aralashtirib buni j1 ln f1 plus j2 ln f2 plus va hokazo plus jn logaritm fn deb yozib olaman. Ikkala tomondan hosil olamiz va o'sha 5-metodda qo'llangan hosillarni qo'llab bu funksiyalarni hosil olishimiz mumkin. Masalan, funksiyamiz quyidagi ko'rinishda bo'lsin. Yirik teng 1 plus x ko'paygan 1 plus 3x ning kubi ko'paygan kub ilosida 1 minus 2x. Xo'p, quyidagi funksiyaning hosillasini topishimiz kerak. Mana yana ko'paygan bo'lsa, ilosida 2x plus 1 bo'lsin mana. Buni avval logaritmlaymiz. Logaritm yirik topadigan bo'lsak, logaritm 1 plus x bo'ladi. Bu yoqdan 3 ta logaritm 1 qo'shilgan 3x. Bu yoqda demak 1 taqsim 3 ta logaritm 1 minus 2x plus 1 taqsim 2 ta logaritm 2x plus 1 bo'ladi. Ana ikkala tomonni hosil olamiz. Bu yoqda qoladi yirik xoslar taqsim yirik, bo'linma uchun bunaqa bo'lishini tushundik. Bundan hosil olishimiz kerak. Buni hosil oladigan bo'lsak 1 taqsim 1 plus x chiqadi. Ikkinchisi hosil oladigan bo'lsak 3 ko'paygan 1 taqsim 1 plus 3x. 3x dan 1 plus 3x dan hosil olsak, bu 3 chiqadi. Birdan 3 yozib ketaman, tekshirib ko'rishlar mumkin. Plus 1 taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim 1 minus 2x. Minus 2x dan hosil olsak, bizga bu minus 2 chiqadi. Tekshirib ko'rishlar mumkin. Keyingidan qo'shishlar 1 taqsim 2 2x plus 1 tepada 2. 2 dan 2 qisar ekan bu yoqda. Boshqa qisargan yo'q. Endi yirik hosillarni topish uchun ikkita tomonni yirik ko'paytirishimiz kerak ekan. Yirik ko'paytiramiz, mana yirik ko'rinishi mana bunaqa edi. Bizga demak mana javob qolar ekan. 1 plus x 1 plus 3 ta x ning kubi kub ilosida 1 minus 2 ta x
ilsosida 2x plus 1 ko'paygan 1 taqsim 1 plus x plus 9 taqsim 1 plus 3x minus x taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim 1 minus 2x plus 1 taqsim 2x plus 1. Demak, mana bu funksiyani xohlasak, mana bu javob kelib chiqarkan.